Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar. Barchalarga juma muborak bo'lsin. Qilayotgan ishlarimizga, harakatlarimizga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyatlar bersin. Dini diyonatdan adashtirmasin. Ozgina muddat dunyo imtihonidan yaxshi o'tib olishimizga o'zi tavfiq bersin. Tuzingmisizlar? Ishlarimiz ko'payib ketib, ijtimoiy tarmoqlarda ham sizlar bilan diydorlashish biroz uzilib qolyapti. Qisqaroq jurnalistik bildirish ma'nosida sizlarga hozir aloqaga chiqyapman. Chunki kecha Andijonda kassatsiya sudida ishtirok etdik. Shu masala bo'yicha juda ko'p odam so'rayapti. Har joydan har xil informatsiya chiqyapti. O'zi nima bo'ldi kassatsiya to'g'risida xabar bersangiz deyishdi. Sababi shu kungacha bu voqea to'g'risida jurnalistik yoritish bir tomonlama bo'lganligini xalq ko'rib keldi. Bir tomonlama qilingan edi. Bir tomonlama faqat ichki ishlarni qoralash, ichki ishlar xodimlarini zulm qilib, bir bechora ayolni majburlab yechintirib kiyimlarini keyin videolarga olib mashina qilib tarqatgani to'g'risida xabarlar urg'u berilgan edi. Va o'sha ichki ishlardagi ikkita xodim sud oxirida qamoqqa olingandan keyin ana biz to'g'ri gapiribmiz-ku degan yana propagandani davom ettirishgan edi. Aslida o'sha hodisalardan keyin esinglarda bor, men chiqib aytdimki, to'xtanglar. Buni o'rganib ko'rish kerak, ikkinchi tomon nima eshitib ko'rish kerak deb video qildim. Video qilganimdan keyin tapir-tupir bo'lib ketdi, ko'rdinglar. O'zlaridan jurnalistik, ya'ni avtoritet yasab olganlar, o'zidan razborchik yasab olgan, dam bilan gapirib, xirillab gapiradiganlar razbor qilmoqchi bo'lishdi. Ko'rdik qanaqa razbor qilishar ekan. Xo'p, do'stlar, jurnalistik surishtiruv, jurnalistik bildirish, xabar, janr yoritish qanaqa bo'ladi? Bu taraflama bo'lmaydi. Xolis turib, ya'ni siz gapiryapsiz-u, siz yo'qsiz bu yerda. Bo'lgan hodisadan xabar berishingiz kerak. Ana o'shanda to'g'ri ma'noda jurnalistik xabar bildirish bo'ladi. Xo'p, biz Andijon jinoyat sudida, kassatsiya sudiga ishtirok uchun bordik. Ochiq sud bo'lyapti. Aytganim tasodif deganim, o'zi meni rosa taklif qilishgan edi. Keling, ba'zi advokatlar, o'sha ba'zi o'zimizga tanish-notanish do'stlarimiz, siz keling, sudni yoriting. Chunki biz ishonmay qo'ydik ana bu 36 ta video qilgan odamlarga. Birorta xolisligi yo'q deb ko'p taklif bo'lgan edi. Men rad javobini bergandim. Rad javobi qanaqa ma'noda? Imkoniyatim yo'q, vaqtim yo'q. Ishlarim bor, safarlarim bor degan ma'noda. Va to'satdan Allohning tavfiqi bilan sud kuni Andijonda bo'ladigan bo'lib qoldim. Ertalab samolyotda uchdik. Kelib nonushtani qildik, 1 soatcha dam oldik, turib to'g'ri sudga yetib keldik. Kirdik, ochiq sud. Men bilan birga ikkita do'stim bilan birga kirdik. Kirsak, zal to'la. Zal to'la. Kirishimizga endi ko'pchilik kutmaganda. Xalqimiz bizga nisbatan yaxshi munosabatda hurmat qiladi. Kirishimizga mehmon do'stlikka kelgandek to'rga o'tkazishdi. To'rda o'sha birinchi qatorda anaqa o'tiribdi, o'sha direktor o'tiribdi, soliqchi o'tiribdi, yonida yana bir kishi, bu yoqda bitta amaki o'tirgan ekan, uni yonida bir kishi o'rnidan turib meni oldinga keling deyishdi. Hamma turib kelib o'sha o'tkazishdi. Sud zalida hamma qo'lini ko'tarib, "Qor aka bir duo qiling" deyishdi. Ajoyib g'alati bo'ldi endi. Duo qildik, Alloh adolatni qoyim qilsin. Adolat qoyim qilsin deb. Xo'p, 4 ta 5 ta advokat ishtirok etyapti, 5 ta. Menimcha 2 ta yoki 3 tasi Akmal degan, Akmal Hajjayevmi degan начальник militsiya advokatlari, ikkitasi Rasulov degan ikkinchi o'sha
militsiyani, начальник militsiyani zami o'rinbosarini advokat. Shuni o'zidan o'zi. Ovoz bormi yo'qmi? Tashavardi o'zidan o'zi. Ovoz bo'lsa davom etamiz. Izohlarda plyus bosib olasizlar. Bor ekan, ha. Demak, ular advokatlar jamoasi yuridik saviyasi zo'r. Yuridik saviyada. Alaykum salom. Hocam nasılsın? Yuridik saviyasi zo'r. Hammasi iltimosnomalarini kirgizyapti, qo'shimcha surishtiruv, qo'shimcha tergovga iltimosnomalar va bir qancha narsalarni taklif qilishyapti, tavsiya qilishyapti. İltimosnomalarni qabul qilib bo'lgandan keyin sud jarayoni boshlandi. Endi sud tarkibi. Sud tarkibida 3 ta sudya, asosiy 2 ta yordamchi sudya ishtirok etyapti. Ularni ham madaniyati o'ta yuksak darajada, haqiqiy o'zbekona, haqiqiy saviyali o'z sohasini ustasi ekanlari ko'rinib turibdi. Majlisni boshqarishyapti. Sudya majlisni qo'ldan boy bermaslik kerak, ya'ni boshqarish kerak. Eng zo'r sudya majlisga aralashmasdan boshqargan sudya. Mana shu sifatlarni ko'rish mumkin. Sudyalar zo'r. Prokuror ishtirok etyapti. Prokurorning yoniga yana bir kishi kirib keldi formada. U kishi faqat kuzatuv uchun keldi dedi. Prokuror orada aytib ketdi. U ishga aloqasi yo'q. Faqat kuzatish uchun, ochiq sud bo'lgani uchun kirib kuzatyapti. Shu bilan yordamchi sudya anaqani oldingi sud qarorini o'qib berdi. Sudga ko'ra o'sha ikkita ichki ishlar xodimi qamalgani va uni sabablari 141-modda, 230-mi shunaqa modda, xullas bular hamma moddalar bilan ularni 4 yil atrofida qamalgani to'g'risidagi qarorni o'qib berdi. Qamalish sabablarida birorta chiziq yo'q. Militsiya xodimlari direktor xotinni yoki soliqchini majburlab urgani isbotlangani yo'q. Ular noqonuniy bostirib borgan degan ayblovlar, ya'ni tezkor anaqani hujjatlar to'g'ri to'ldirilmagan, shunga o'xshagan ayblar bilan aybdor topilgan. Va biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdikki, bu narsalar berkitildi. O'sha Sirojiddin Media deysizmi, Otabek Jo'rayevmi, Otabek boshqalarimi, xullas bu mavzuni yoritganlar mana shu narsalarni aytishgani yo'q. Ana shu uchun ham biz bu masala xolis bo'lsin, hammani o'rtasida bo'lsin deb taklif bilan chiqqan edik. Mana o'zimiz ham qatnashdik sizlarni bo'lgan hodisalar bilan, ya'ni bilgilantirmoqdamiz. Hop, sudya buni eshitgandan keyin taklif, ya'ni iltimosnomalarni ba'zilarini qisman qabul qildi. Sud jarayoni video syomka bilan zapis qilishligini iltimos qildi. Qisman qabul qildi. Zapisga ruxsat berdi, video syomkaga emas. Yana nimalar? Qisqaroq shu. Ana undan keyin boshlandi. Direktor ayolni chiqib bo'lgan hodisani qisqacha tushuntirmang dedi. Ayol chiqib tushuntirib berdi. Tushuntirishini aytaymi yo kerak emasmi? Hamma biladimi? Bismillah. Ayting deydiganlar birni qo'ying, bir. Aytmang deydiganlar X yozing, X. Birni qo'yib tashlashyapti-yu. Xo'p. Direktor ayol chiqib aytdi, meni dedi, turmush o'rtog'im avariya bo'lgan edi. Bir marta operatsiya qildirdik. Ikkinchi operatsiyaga pul muammosi bo'ldi. Pul qidirishni boshladim. Pul qidirib dedi, o'sha eskitdan tanishim bo'lgan Abdurahmonovmi nima edi xullas, soliqchiga telefon qildim. Keyin u bilan o'sha hokimiyatning binosining oldida ko'rishdik. U shoshilib turgan ekan. Shoshilib turganligi uchun meni dedi, tezroq ayting dedi. Men endi uyga ketayotgan ekan, mashinasiga o'tirib oldim. To yo'l yo'lakay aytaman deb, eskitdan tanishman dedi Abdurahmonov bilan.
yo'l aka ketdik dedi. Yo'lda ham aytolmadim dedi. Pulni. Keyin uyga kelgandan keyin uy ichkarisiga kirdik dedi. Ichkarisiga kirgandan keyin oshxonada o'tirib gaplashib turuvdik dedi. To'satdan ko'chadan tapur-tupur boshlanib qoldi. Keyin Abdurahmon aka ko'chada bolalar ko'ptok o'ynayapti shekilli deb turuvdi. Keyin kirib kelishib, falonchi nomlari esimda yo'q ana bu xodimlarni. Falonchi dedi kelib qonimga tepdi dedi, 1,5 metr sakrab ketgan aytmadim. Qonimga tepdi dedi. Sochimdan ushlab tortdi dedi. Bu yoqqa deb tepadan kimdir qichqirdi dedi. Ikkinchi qavatga sudrab olib chiqishdi dedi. Olib chiqishib, o'sha yerda keyin meni tepada tepdi dedi shekilli. Tepganda men karaxt bo'lib qoldim. O'sha paytda yechintirib tashlashdi meni dedi. Yechintirib, qimillamay qoldim dedi. Keyin soliqchi ham o'sha yerda edi dedi. Keyin ular qaytaga tushib ketishdi pastga tushib ketishib, yana qaytadan kirishdi. Go'yoki biz shunaqa ishlarni qilayotgandek sahna yaratishdi. Ko'rib turibsiz, videoda hammasi isboti bor, unda dedi. Endi bir narsani e'tirof qilish kerak. Direktorni ya'ni keskin gapirishligi ko'pchilikka masalan xavotir uyg'otadi. Bunga qarshi gapiraman degan ba'zi masalan advokatlar ba'zi o'rinda tutilib qolyapti. Nimaga keskin gapiryapti? Ayolda keskin suhbat ritorikasi bor. Buni ritorika deydi. Inson o'zini ya'ni haqligini isbotlash uchun jumlalardan to'g'ri foydalana oladi. Haqmi, nohaqmi u muhim emas. Ya'ni ritorika qila oladi, safsata qila oladi. Men bu safsata qilyapti demoqchi emasman. Bu ritorika bu. Keyin nima bo'ldi? Ana undan keyin ichki ishlar kelib majburladi. Sen dedi buni meni zo'rlayapti deb majburlab yozib berasan dedi. Yozmayman dedim. Keyin ichki ishlarga olib borishdi. Erimni olib kelishdi. Erim kasal dedi menimcha. Eri ham kelgan ekan shu anaqaga. Ichki ishlarga. O'sha joyda soat 5 da kirib bordik, 4 da chiqib ketdim dedi. Ular xohlagan narsani yozib berdim dedi. Asosiy uyushtirgan Akmal ekan dedi. Akmal Hajjayev ekan. Начальник ministr oxirida bildim dedi. Xullas mana shu qisqaroq shuni esimga kelgancha gapirdim. Xo'p, bismillah. Ana undan keyin savol boshlandi. Birinchi turgan advokat boshladi savol berishlikni. Xo'p, sizga pul rosa zarur ekan. Ya'ni xalqimiz ko'p so'rayotgan savollarni beryapti. Chunki ijtimoiy tarmoqda juda rezonans bo'lgan bilasizlar. Pul kerak ekan. Nima uchun hokimiyatda oldida olmadingiz? Nima uchun boshqa joyda emas? Nima uchun aynan hech kim yo'q xonadonga kirib, uyi ichiga kirib, uyi ichida olyapsiz? Nimaga? Desa men bunga javob berdim. Vaqti yo'q ekan, shoshilib turgan ekan. O'shaning uchun keldik. Men endi oldindan tanishman, shu keldim, uy ichiga kirib oldim. Ha, bo'pti dedi. Ikkinchi savol. Savollarning tartibi o'zgarishi mumkin, lekin sizga bo'lgan narsani aytib beraman. Ko'zim ko'rganini. Ikkinchi savol. Xo'p. Sizlar anaqaga kirganinglarda, uyga kirganinglarda uyni eshigini qulflaganmisizlar, yo'qmi? dedi. Qulflaganmisizlar, yo'qmi? Uni bilmayman dedi. Bo'pti, keyingi savol. Endi ana xunuk savollar ham berdi. O'rtada biroz tension yuksaldi deydi turklarda. Davleni oshdi. Bu advokat savol beryapti. Direktor bir-ikki anaqa ham qilib tashadi. Siz xotinga o'xshab chaynanavermang. Anaqa qildi. Keyin direktor advokat aytdiki, men sizni shaxsiyatingizga o'tganim yo'q dedi. Desa, to'satdan orqadan bir kishi hali shaxsiyatga ham o'tasizmi deb baqirib qoldi. Da qarasam bir yoshi 60larda bir amaki. Ko'zimga issiq ko'rindi. Keyin bilsam xalq dardi degan bir anaqa bor. Adham nima deb degan odam u. Ha dedim, ko'zimga issiq ko'rinayotdi bu ekanda. Shart o'rnidan turib minbariga chiqib olib sudiga qarab turib, men xalq dardidanman deb qasa bo'ladimi? Sud ketyapti. Sud jarayonlarida amakini qilig'ini qarang. Sudi ham hayron. Kimsiz siz deyapti. Men xalq dardidanman deb qo'yadi. Yo, familiyangiz nima deyapti.
keyin u yoqdan bu yoqdan odamni chiqarib yuboring buni sudya, undan bundan. Ha, undan oldin anaqa ham jahli chiqib ketdi. O'sha Akmal Hajayevning dadalari ham o'tirgan ekan. U kishi ham bir gap qo'shuvdi, sudya turg'izib, aralashmang, bilamiz, o'g'ringiz haqida bo'lyapti, lekin siz aralashmang, agar ogohlantirish keyin chiqarib yuboraman deb. Undan keyin bo'shat. Mana shu gap ichida hali san shaxsiyatga ham o'tasizmi deb odamlar saviyasi har xil bo'ladi. Baqirib qoldi-ku. Keyin sudya, "Men qaraysiz kimsiz siz? Minbarga kelyaptim." Aylanib minbarga turyapti mana shunday turib. "Men qalb dardidanman" deb. "Yo, familiyangiz nima sizni?" deyapti. Desa keyin familiyasini aytdi shekilli. "Men qaraysiz kimsiz?" dedi. "Aralashmang bu yerda, siz ochiq sud ekan, tartib bor buni. Sud tartibi bo'ladi o'ziga yarasha. Bu yerda sudya gapiradi, sudya ruxsat bergan odam gapiradi. To'g'ri. Xalq ham gapirishi mumkin, qo'l ko'tarib, ijozat so'rab gapiradi. Lekin liboy odam chiqib baqiravermaydiki, saviyani qarang. Mana shunaqangi qilib kelinganda, ya'ni jurnalistik ya'ni qo'pol qilib aytganda sharmandalik bilan odamlarga bosim bilan shunaqa ishlarni qilib kelingan. Endi bu xalq dardi profili bu mavzuga aralashganmi yo'qmi bilmayman, lekin sudda turibdi. Do'stlar, meni zaryad kam qoldi. Agar tugamay qolsa rozi bo'lasizlar. Keyin tika turg'izib qo'ydi buni. Men qarang, bir ikkita savol beruvdi, qo'limda o'rtaga ikkita qo'lni bog'lab oldi. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz. Xo'p bo'ladi deb mashina qilib. Yosh bolaga o'xshab o'tiring desa, xo'p bo'ladi. O'tirib oldi bechora. Endi bu nima bu? O'zingizlar baholab berasizlar. Xalq dardi degan profil egasi ekanlar. Keyinchalik men ko'chaga chiqib qisqaroq bir bildirish berganda ko'p odamlarni ko'rganmiz, xalq dardi deydi-yu, boshqa narsa bilan jig'ildon bilan shug'ullanganini ko'rdik deganda men umuman boshqa narsani nazarda tutganman. Bu amaki o'zlariga olibdilar. Xalq dardi bu kishini anaqasi ekan. Avtorskiy pravasi ekan. Xalq dardi bo'ladi ekan. Patentlab olgan ekanlar. Unaqa emasda, endi devor bilan gaplashganday bo'lmaylik, sal tirik bo'lib, sal sezish kerakda inson. Bir gap gapirganda tushunish kerak. Keyin nima bo'ldi? Eng kritik nuqta. Hop, birinchi etajdan sizni urib, sudrab, tepaga sochingizdan tortib olib chiqqanligiga dalilingiz bormi dedi? Bor dedi. Ekspertizada bormi dedi? Ekspertiza soxta bo'lgan dedi. Hop, sizni sochingizni tortganda sochdan yulinadi. Undan keyin o'tda joy tekshirilgan. Soch tolalarida shunaqa, boshingizda shunaqa holat uchradimi? Ekspertiza soxtalangan dedi. Xullas, dalilingiz bormi dedi? Bor dedi, lekin dalil yo'q. Undan keyin video bor dedingiz. Uni ikkinchi advokat so'radimi, esimda yo'q xullas. Video bor degansiz, 19 minutlik qanchaya? Men 19 minutlik video bor demaganman dedi. Yo, shuni sizni urib yechintirganlari to'g'risida video bor degansiz. O'sha videoni sudga taqdim qilaman degansiz. Qilasizmi dedi. Deganda, sudning oxirida qilamiz dedi. Demak, bor ekan. Ularning hali ham da'vosi bo'yicha 19 minutmi, 9 minutmi video bor ekan. Buni sudning oxirida taqdim qilamiz dedi. Direktor shaxsan aytdi buni. Kutib qolamiz. Endi o'sha video taqdim qilinsa, biz ham shuni tarafdorimiz. Agar yana qaytib aytamiz, direktorni urib, yechintirib, o'sha joyda shunaqangi sahna yaratilgan bo'lsa, eng og'ir jazo, ya'ni shu ish uchun berilgan eng og'ir jazoni berish tarafdorimiz. Yana qaytib aytyapmiz shu gap. Lekin bu gap bo'lmasa, buni tuhmat sifatida menimcha malakalash kerak. Xalqning dardidan, hissiyotidan foydalanib bu ishlarni qilganlarga bundan keyin bunaqa qilish yaxshilik bo'lmasligini, xalqning hissiyoti, dardi sotiladigan narsa emasligi, xalq sirkka olib chiqib o'ynatadigan maymun emasligini bir bildirib qo'yish kerak shunaqa odamlarga. Endi eng kritik savollardan bittasi, "Xo'p, deyapti, sizni majburan yechintirishgan bo'lsa, endi uzr-ku dedi, qo'pol bo'lsa ham aytaman dedi. O'sha dedi, o'sha narsani o'sha narsaga kiydirib qo'ygan kim unda dedi." Desa, direktor javob berdiki, "Meni a'zoyimda bo'lganda men javob berardim" dedi. "Boshqani a'zosida u javob bersin" dedi. "Yo'q, o'sha shunaqa narsani ham kiyintirishganmi, sahnalashtirilganmi" dedi.
desa, endi bilmayman, yechintirib yotqizganda salfetka ilinib qolgan bo'lishi mumkin dedi. Shunaqa dedi. Xo'p. Keyin nima bo'ldi? Xullas mana shu shaklda davom etdi. Birinchi advokat savollarni deyarli berdi, ikkinchi advokatga o'tdi. Ikkinchi advokat ham ekspertiza haqida so'radi. Ekspertizada sizni jarohatingiz isbotlanmagan, ekspertiza sizga bo'ldi. Alaykum. Hocam nasılsın? Ekspertiza sizni kaltaklanganda bermagan, undan dedi. Ular ekspertiza soxtalashtirilgan, tekshiruv ketyapti, uni qiladi, undan dedi. Keyingi advokatga o'tganda menimcha 2-3tasi berdi, 4-siga o'tganda meniki sal ko'proq dedi. Agar ko'proq savol beraman, cho'zaveramiz sud majlisini desangiz, unda berayin. Bo'lmasa tanaffus qilsak, tanaffusdan keyin bersam dedi. Sudga maslahatlashamiz dedi. Keyin tanaffus berishdi. Sud qisqaroq shundan iborat. Endi buni xohlagan joydan kesib, bemalol tarqataverasizlar. Shu joyda bir narsa aytib qo'yay. Meni suhbatlarimdan qayerdagi bir troll profillar, ateist, islamofob profillar, Dilnurga o'xshagan odamlar foydalanayotgan bo'lsa, men ular tarafdaman degani emas. Esdan chiqarmanglar. Bu voqea, bu hodisa asli noto'g'ri ekanligini ijtimoiy tarmoqda Abror Muxtor Ali aytdi birinchi bo'lib. Endi kim bundan foydalanib nimadir gapirayotgan bo'lsa, u men taraf degani emas. Yana qanaqadir youtuberlar chiqib har xil gaplarni gapirib, og'zi shaloq gaplarni gapirishyapti. Men ular tarafda emasman. Men xalq tarafidaman. Xalqimiz to'g'ri masaladan xabardor bo'lsin. Mavzu shu. Tashqariga chiqdik. Endi xalq Alloh rozi bo'lsin, ko'pchilik bizni hurmat qiladi. Ko'pchilik rasmga tushib, anaqa qildi. Haligi xalq dardi profili o chekkada turibdi. Hech kim so'rashmayapti ham bechara bilan. Men kutdim endi ularni. Kelarmikin dedi. Men endi yugurib borib olsam, g'alati ko'rinadi, atrofimda odam ko'p, hammani tashab burchakda hech kim borib so'rashmayotgan odam bilan gaplasha olmayman-ku, g'alati bo'ladi-yu. Kutdim, ular kelmadi. Yuzma-yuz to'g'ri kelib so'rashmadi ham. Men so'rashlarga muhtoj emasman. O'sha Otabek Jo'rayev bilan ham, Otabek Jo'rayev keyin chiqib domla keldi, surib yubordi debdi. Biz surib yubormaymiz biz. Yuzma-yuz gaplashamiz har doim. Keyin tanaffus bo'lgandan keyin biz safarimiz bor edi. Mashinaga o'tirdik, ketdik. 3 ta nuqta davomi bor. Internetim bu sharch ozgina qoldi. Qisqaroq shu, umumiy xulosa, sud yaxshi ketyapti. Hammani tartib bilan nazorat qilyapti sud hay'ati. Raislik qiluvchi o'ta madaniyat bilan muomala qilyapti. Hali payshanbaga qoldirildi, payshanba kuni davom etadi. Yana siz borasizmi? Aniq emas. To'g'ri kelib qolsa kiraman. Yo'lim tushib qolsa kiraman. Endi payshanba kuni biz safarimiz ham bo'lishi mumkin boshqa tomonlarga. To'g'ri kelmay qolsa, bu yoqni kuzatamiz. Adolat qaror topish kerak. Ijtimoiy tarmoqda bosim o'tkazib, blogerman, men jurnalistman, xalq dardi degan profilni men adminiman deb baqir-chaqir qilib ketishlikni oldini olishimiz kerak. Bizning xalqimiz, yana qaytib aytaman, sirkda o'ynatilayotgan maymun emas. Xalq to'g'ri narsani ko'rgisi keladi, adolat qaror topishini istaydi. Adolat qaror topsin. Barchalarga tashakkur, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi safarlarimiz tafsilotlarini yana kelajakda o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.